Sizlar Android Studio bo'yicha mini kursning 6-qismiga xush kelibsizlar. Xo'sh, bugun men sizlarga shu flashcard o'yinini kodini tushuntirib beraman. Qanunda boshladik. Mana dastavval birinchi Activity mainda dizaynni qilib oldim. Mana hozir ochib qo'yaman. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu flashcard o'yinini o'zi mana bunaqa bo'ladi. Birinchi bo'lib, ya'ni bitta o'rtada karta bo'ladi. Flipni bosganda shu karta orqaga buriladi va orqadagi rasm paydo bo'ladi. Masalan, cat so'zi bo'lsa, cat rasmi paydo bo'ladi orqadan animatsiya bilan. Agar previous bo'lsa orqadagi kartaga qaytadi, next bo'lsa keyingi kartani ko'rsatadi. Karta o'zi xohlagancha qilishingiz mumkin, lekin men shu 4 ta 5 ta qilib ketdim. Mana birinchi bo'lib, mana shu flash kartni qilib oldim. ID berdim. Keyinchi with height berib oldim. Keyin buning uchun text view'da text ham berib oldim. Mana word degan. Keyin image view'da rasm ham qo'yib qo'ydim. Kichkina qilib bu rasm keyinchalik paydo bo'ladi. Buttonga kelsak, mana flip buttoni. Buni bosganda mana shu word so'zi teskarisiga aylanib rasm paydo bo'lishi kerak. Mana ko'rishingiz mumkin. Keyin esa pastda liner layout bilan previous bilan next buttonlarni berib oldim. Shu bilan mana dizayn qismini asosiy qismi tugadi. Endi eng asosiy qismiga o'tamiz, ya'ni coding qismiga, kod yozish qismiga. Dastlab flashcard klassini yaratib oldim. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu yerda flashcard klass yaratilgan bo'lib, bunda har bir karta, ya'ni so'z va rasmni saqlaydi. Mana ko'rishingiz mumkin, word va image resource id. Ya'ni get word metodi orqali so'zni qaytaradi va get image resource id orqali shu rasmni id'sini qaytaradi. Mana endi main activity'ga o'tib olamiz. Bunda dastlab main activity extends app compat activity bu o'sha asosiy activity bo'lib, u ekranni boshqarishga yordam beradi. Buni o'zingiz bilsangiz ham kerak. Kelsa o'zgaruvchilar. Mana birinchi bo'lib is text visible, bu o'sha agar true bo'lsa so'z ko'rinadi, aks holda rasm ko'rinadi. Boshi true qildim chunki mana so'z word so'zi ko'rinishi uchun. Xohlasangiz false berib rasm ko'rinadigan qilsangiz ham bo'ladi. Keyin esa current card id index. Bunda qaysi karta ekranda ekanligini saqlaydi. Mana hozir 0 turibdi, chunki hozir hali karta yo'q. Keyin esa run qilgan paytda o'zgaradi. Keyin esa flashcards listi. Buni list qildim. Ya'ni list deganda bu bir nechta o'zgaruvchini o'zi saqlaydi, bir nechta narsani. Ya'ni bu list ichida flashcardlarni, ya'ni barcha kartalar ro'yxati bo'ladi. Mana keyin bu qolgan oddiy activity main'dagi o'zgaruvchilarni o'zimga main activity klassiga import qildim. Keyin esa mana onCreate, bu ilova ochilganda, onCreate metodi bu ilova ochilganda bajariladigan kod. Bunda set content view layout activity main bu UI dizaynni yuklaydi, ya'ni activity main'dagi UI'ni. Mana shu dizaynni yuklaydi. Yordam beradi shu kod. Keyin mana pastga o'tamiz. Word text view find view by id. Bunda bu o'sha UI elementlaridagi, ya'ni mana shu dizayn qismini, page'ni UI elementi deb ketaman. UI elementlarni Java kodga bog'lashga yordam beradi. Mana word text view bu so'z ko'rsatiladigan joy. Image view esa bu rasm chiqariladigan joy. Flip button, pre button, next button esa bu o'sha buttonlar. Keyin esa initialize flashcards metodi ham ishlaydi. Endi kartalarni ro'yxatini yaratish. Hozir bu kodni keyinroq ko'rsataman, buttonlarniki. Hozir birinchi ketma-ketlik bo'yicha ketaman. Keyingisi initialize flashcards. Bunda ko'rishingiz mumkin, o'sha ya'ni bu metod orqali kartalar ro'yxatini yaratadi.
va bu metod ichida shu 4 ta kartani men saqlab qo'ydim. Unda xohlasangiz flashcards add deb yangi masalan boshqa tekst qo'shishingiz ham mumkin. Mana masalan bunda red so'zini ko'raylik. Red so'zini bu o'sha r.drawable red ichidagi rasm bilan bog'langan. Mana eslatib qo'ying, buning ichi mana topolmayotgan bo'lsangiz appga kirasiz, resni ochasiz, drawable ichiga siz rasm yuklagan bo'lishingiz kerak va shu rasmni ismini qo'yasiz. Masalan, menda hozir red o'rniga boshqa red 2 yoki red 2 degan qo'ysam, rasmni o'sha rasm o'ra shu red 2 deb qo'yishimga to'g'ri keladi. Xo'p. Keyin flash mana qolgan 4 tasini ham shu kabi qilib oldim. Keyin esa ekrandagi kartani yangilash. Ya'ni update card display metodi mana pastda ko'rishingiz mumkin. Bunda shu so'zni ko'rinadigan qiladi, rasm esa yashiradigan qiladi. Qisqasi qilib aytganda mana boshida o'sha ishlaganda word text view visible qiladi, ya'ni visible. Keyin esa image view set visibility view gone buni yo'qotib qo'yadi. Ya'ni o'chirib turadi. So'z bo'lgan paytda rasm ko'rinmay turadi. Keyin flashcard current qilib flashcarddan mana shu boyki bo'layotgan kartani indeksini oladi. Keyin esa get wordda wordni oladi. Xo'p. Set image resource va bunda o'sha karta ID'sini bera oladi, indeksini. Hop. Keyin esa rasm resursini ham belgilaydi. Mana flashcard current card flashcards.get current cards index. Unda shu joriy kartani olib shu so'zini ekranga chiqaradi. Masalan, red bo'lsa red so'zini chiqaradi, dog'ni chiqarib qo'ymaydi. Hop. Keyin rasm resursini ham belgilaydi. Hop. Keyin mana pastda pre button set enabled. Keyin esa next button set enabled. Bunda pre va next tugmalarini faqat kerak bo'lsa yoqadi. Qolgan paytda kerak bo'lmaydi. Ya'ni masalan, hozir boshida srazu previous bosgan bilan foydasi yo'q, chunki bu boshdagi so'z birinchi bo'ladi. Next masalan oxirida 4 tasi tugagandan keyin next'ni bosgan foydasi yo'q. Chunki yana undan keyin karta bo'lmagan uchun next ishlamay turadi. Shuning uchun qilingan. Hop. Keyin esa show previous card metodi. Bunda esa kartani oldinga va orqaga surish uchun bu metodni yaratib oldim. Ya'ni bunda tekshiradi, agar oldingi karta bo'lsa, current card indeksi kamaytirib avvalgi kartani chiqaradi mana. Hop. Keyin show next card metodi. Bunda agar keyingi karta bo'lsa, current card indeksini oshirib, bittaga oshiradi, plus yordamida bittaga oshirib yangi kartani chiqaradi. Hop, keyin kartani aylantirish, ya'ni flip card animatsiyasi metodi. Bu eng asosiy, eng qiynalgan qismim ham shu bo'ldi. Eng ko'p vaqt ketdi shunga. Mana buning asosiy dastlab ma'lumot beraman, ya'ni flipni bosganda mana shu word so'zi o'ng tomonda, ya'ni vertikalga o'ng tomondan sekin aylanib, chap tomonga aylanib image paydo bo'lishi kerak. Rasm ya'ni paydo bo'lishi kerak. Xo'p. Dastlab object animator bu kartani animatsiya bilan aylantiradi, ya'ni rotation animator. Xo'p. Ya'ni mana shu so'z 90 gradus bilan burilib yo'qoladi. Ya'ni adashmasam mana shu o'ng tomonni 90 gradus chap tomonga qarab buriladi, bunaqasi va yo'qoladi va rasm paydo bo'lishi kerak. Keyin esa set duration 250 qilib qo'ydim. Bu ya'ni 2,5 sekundmi davom etadi yoki 2,5 yoki 2,5 bo'lishi kerak. Hop. Keyin Hop. Rotation animator add listener bu ya'ni eshitadi, ya'ni animatsiya tugagach, mana ya'ni mana shu animatsiyani eshitadi, ya'ni animatsiya tugadi-ku endi.
Endi esa so'zni o'chiradi va rasmni paydo qiladi. So'zni visible gun degan bu o'chirildi degani ko'rinishi, image visible degani esa bu rasm ko'rsatadi degani. Xo'p, set rotation -90 F qildim. Ya'ni rasm paydo bo'ladi va yana 0 darajaga buriladi. Ya'ni 0 gradusga. Mana hozir chunki Word bunaqasiga o'ng tomonga burilib qolsa, rasm ham teskarisi paydo bo'lib qoldi. Shuning uchun bu muammoni hal qilish uchun shu rotation -90 F, ya'ni o'zini holatiga qaytadi rasm tekis holatiga. Hop, mana bunda ham rotation back set duration deb vaqtni bera oldim. Uni o'zingiz ham o'zgartirishingiz mumkin. Hop. Keyin rotation animator start. Bu boyagi bilan bir xil. Mana keyingisi else. Bunda agar rasm ko'rinayotgan bo'lsa, teskari jarayon bajariladi. Ya'ni o'sha flipkart bosiladi-ku yana bir marta. Masalan, uni o'rniga Wordni bosgandan keyin, image'ga aylangandan keyin bir marta flipkartni bossak, shu rasm o'rniga tekst paydo bo'ladi va bu teskari jarayon bajariladi. Ya'ni rasm yo'qolib, so'z qaytadan paydo bo'ladi. Mana buni ham Adobe Listener bilan boyagidek qilib qo'ydim. Ya'ni bunda rasm, mana tasavvur qiling, buni o'rnida rasm bo'lsa, rasm mana shu so'zga o'ng tomondan mana bunaqasiga aylanib o'tadi va animatsiya paydo bo'ladi. Ya'ni buni ham 2,5 sekundni davom etadi. Xo'p. Endi xulosa qilib aytganda, shu ilova flashcard uslubida ishlaydi, karta uslubida. Keyin next va next va previous tugmalari orqali kartalarni oldinga va orqaga o'tkazish mumkin. Hop, flip tugmasi orqali esa animatsiya bilan matn va matn bilan rasm almashtirishga ega bo'lishingiz mumkin. Hop. Ya'ni bu kod orqali siz boshqa o'quv materiallarini interaktiv usulda yaratishingiz uchun, ya'ni usulda o'rganish uchun Android ilova yaratishingiz ham mumkin. Masalan, buning o'rnida siz boshqa ingliz tilidan qiyinroq so'zlarni qilib qo'yishingiz mumkin. Qiziqarli o'yinlar ham yaratsangiz bo'ladi va o'rtoqlaringiz, sheriklaringiz bilan o'ynasangiz ham bo'ladi. Hop, qani unda run qilib ko'ramiz. Ilovani mana hozir run bo'lyapti. Mana connecting to the emulator. Hop, mana boshida ayoq hal bo'lmadi. Mana waiting for all target devices to come online. Kutib turish kerak degani. Hop. Ungacha sizlarga Telegram kanalim haqida ham aytib ketaman. Android with Anvar kanali. Email Android with Anvar deb yozsangiz, mana shu Telegramdagi kanalimga obuna bo'lishingiz mumkin. Hop. Bu kanalda shu mini kurs bo'yicha barcha ma'lumotlar berib ketaman. Qo'shimcha notlarni, keyin kodlarni ham, masalan shu ilovani kodini ham video qilib olgandan keyin shu guruh kanalimga yuborib qo'yaman. O'sha yerda olishingiz mumkin. Va shu kod bo'yicha savollaringiz bo'lsa yoki nimadir fikrlaringiz, e'tirozlaringiz bo'lsa, shu kanalda izohlarimni qoldirishingiz mumkin yoki YouTube kanalimda video tagida izohlarda kommentariyalarda qoldirib ketsangiz, albatta javob beraman. Xo'p. Lekin ko'proq shu Telegramdan savol bersangiz, Telegramda iloji boricha tezroq javob berishga harakat qilaman. Keyin esa hozir bu 6-qism bo'lib, shu kurs 7 ta qismdan iborat va 7-qismi ham shu hafta oxirlarigacha chiqishni niyat qilib qo'yganman, maqsad qilib qo'yganman va 7-video chiqqandan keyin bu oxirgi video bo'ladi, 7-si. Va bundan keyin shu Telegram kanalimda har xil so'rovnomalar yoki boshqacha nimalar savollaringiz bo'lsa javob beraman. Keyin esa konkurs ham qilishim mumkin, ya'ni masalan shu 7 ta proyektdan haqiqiy o'rgangan odamlarni masalan savol beramanda, kim topsa, to'g'ri javob bersa, shunga Telegramda nimadir sovg'a qilaman. Yoki shu konkurs qilish niyatim ham bor. Shuning uchun yangiliklarni tez xabardor bo'lib turish, tez va birinchi xabardor bo'lib turish uchun Telegram kanalimga obuna bo'lib qolishingizni so'rab qolaman. Xo'p, nimagadir hali ham emulatorga connecting bo'lmayapti. Biz qaytadan qilib ko'rish kerak. Hop, Gradle build running.
agar shu sizlarga kursim yoqayotgan bo'lsa, shuni agar fikrlaringiz ham izohlarda qolib qolishingizni so'rab qolaman. Masalan, nima tomonim yoqdi, nima tomon yoqmadi. Va albatta xursand bo'laman va javob beraman. Hop, mana ilova yuklab olindi. Mana dastlab red so'zi chiqadi. Ya'ni red bilganingizda bu ingliz tilida kalamush degan so'zni ma'nosini anglatadi. Ustiga bossak hech nima bo'lmaydi. Previous bossak ham hech nima bo'lmaydi. Chunki bu birinchi karta-ku. Hop, shuning uchun endi flipni bosamiz. Flipni bossak mana sekin mana ko'rishingiz mumkin mana. Red bunaqasiga aylanib, bu yerdan bunaqasiga, ya'ni vertikalga chapdan o'ng tomonga shu rasm paydo bo'ldi. Sichqonniki mana teskari qilsak yana red so'zi paydo bo'ladi. Hop, keyin next. Next bo'lsa mana cat so'zi paydo bo'ladi. Buni ham flip qilsak cat paydo bo'ladi, mushuk. Yana flip qilsak yana cat so'zi paydo bo'ladi. Keyin previous bo'lsak yana boyagi red so'ziga qaytadi. Bunda ham funksiyasi ishlayveradi, animatsiyasi. Keyin next qilamiz, yana next qilamiz. Dog, bird, mana birdda ham ko'rishingiz mumkin, flip. Mana o'zgardi. Dogda ham mana o'zgardi. Xo'p, mana oxirgisi bird bo'lgani uchun birddan keyin next bo'lsa ishlamaydi. Chunki oxirgi karta bird. Xo'p, agar siz xohlasangiz, yana qo'shimcha narsani ham o'rgatib ketishni xohlayman. Mana agar xohlasangiz, qanday hozir mana shu yerga yana bitta rasmlar yoki so'zlar qilib qo'shishingiz mumkin o'zingizdan boshqa narsalar bo'yicha. Muhimi shu, masalan siz sun quyosh qo'ysangiz, ya'ni sun quyoshni qo'ysangiz, shu quyosh rasmini ham mana shu res faylining ichidagi drawable papkasiga tashlab qo'ying va bu list ichiga yozib qo'ying. Shunda ichiga qo'shiladi va keyinsi list ichiga shu yondagi so'z bilan yozib qo'ysangiz ham bo'ladi. Hop, mana flip qilsa o'zgaradi. Keyin rasmlarni ham o'zgartirishingiz mumkin. Muhim mana shu rasm, mana shu ichidagi red bilan to'g'ri kelishgan mana. Red nuqta red desa srazu nuqta red degani qidiradi va oladi. Agar bu bo'lmasa xatolik beradi. Hop, mana ko'rishingiz mumkin, o'xshayapti hali ham. Mana dog, cat, red. Xo'sh, mana bugungi Android Studio bo'yicha mini kursimning ham 6-qismi tugadi. Ya'ni oxiridan bitta oldingi va bitta video kurs qoldi. Xo'p, agar savollaringiz yoki nimadir e'tirozlaringiz yoki fikrlaringiz bo'lsa, Telegramdagi kanalimga yoki YouTube'dagi kanalimga kommentariyalarda yozib qoldiring. E'tiboringiz uchun rahmat. Ko'rishguncha.